Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Men bugun shikar va sog'lomlik degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosligi shu shikarninki badandagi roli, ya'ni qandaq xizmatlarni o'taydiganligi, badanning shikarga bo'lgan ehtiyoji va badanda shikar kam bo'lgan vaqtida yoki ortiq bo'lgan vaqtida qandaq oqibatlarning kelib chiqishi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'taman. Tövəndə diqqətinizlə bu leksiyanın təfsilatı bo'lsin. Şeker degan vaqtimizda biz uningki ikki xil ma'nosini ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Uning biri tor doiradagi shekar bo'lib, u odatda uyda ishlatiladigan shekarni ko'zda tutsa, keng doiradagi shekar, ya'ni ximiyalik qurilmasida karbon, suv birikmasi bor moddalarning o'rtaq otilishi bo'lib, u badanni energiya bilan ta'minlaydigan ko'plagan yemekliklarning asosli tarkibi hisoblanadi. Shekar, glukoza, fruktoza, sukroz, maltoz, kraxmal qatorliq ko'plagan karbon, suv birikmasidan tuzilgan har xil moddalarni o'z ichiga oladi. Shekar yoki karbon suv birikmasi har xil meva ko'ktat, dalliq ziroat va har xil süt mahsulotlarida tabiiy mavjud. Uyda ishlatiladigan shekar qizilcha va shekar qumushidan yig'ib olingan qo'sh shekar hisoblanadi. Shekar yana nurg'un yemekliklarga tatliqlash, chirishdan saqlash uchun qo'shilishi mumkin. Ko'ryaptinglar shekarninki ximiyalik qurilmasi, ya'ni karbon suv birikmasi bo'lib, eng yuqoridagisi bir karbon va bir suv molekulasiningki birikmasi. Bu shekarni nima uchun karbon suv birikmasi deb atashimizningki asosli sababi, ya'ni butun mushu shekar tavasiga kirdigan hamma moddalarning hammasi mushu yuqorida ko'ryaptinglardek karbon suv birikmasidan tuzilgan. Misolan, glukoza bo'lsa 6 ta karbon suv birikmasi molekulasidan tuzilgan, ya'ni uning ichida 6 karbon, 12 hidrogen va 6 oksigen bor. Kraxmal bo'lsa ko'plagan 5 karbon suv birikmasidan tarkib topgan, ya'ni mushu karbon suv birikmasiningki 5 tal karbon suv birikmasiningki n, ya'ni buningki soni har xil bo'lganligi uchun buni 10 yoki 20 emas, n molekulasi bilan ifodalash mumkin. Chunki uningki qurilmasi murakkab bo'lganligi uchun ba'zilari az, ba'zilari ko'p miqdordagi karbon suv birikmasidan tuzilgan. Shunglashqa uni o'rtaq holda, kraxmalni, ya'ni o'rtaq holda ko'plagan 5 karbon suv birikmasidan tuzilgan deb qarashqa bo'ladi. Undaqda shekarning sog'lomlikdagi roli nima? Ya'ni biz shekar iste'mol qilgandan keyin u badanda qanday xizmatlarni o'taydi degan vaqtida, shekar, ya'ni karbon suv birikmasi odam badanining asosli energiya manbasi bo'lib, glukoza miya va nerva sistemasining normal xizmati uchun intayin muhim. Ya'ni demak, bu biz badanimizda shekar bo'lmasa, miya va nerva sistemasining normal xizmati yurishmaydi degan gap. Meva va ko'ktatlarningki tarkibidagi tabiiy shekarlarda vitamin, mineral moddalar va oksidlanishga qarshi turg'uvchi moddalar bor bo'lib, ular sog'lomlik uchun nihoyatda muhim. Badandagi shekar miqdori tuvanligan vaqtida inson ochlik his qilishi, horg'inlik his qilishi,
undan boshqa ochiqlanish, bosh qiyish, ko'z to'rlishish, sovuqtar chiqish qatorliq alomatlar kelib chiqadi. Tarkibida shakar yoki karbon suv birikmasi mo'l yemekliklar. Ee, Biz kunda iste'mol qiladigan yemekliklarning mutlaq ko'p qismining tarkibida shakar yoki karbon suv birikmasi ko'p bo'lib, men bu yerda faqat mushu tipik xarakterdagi e, e, karbon suv birikmasi bor yemekliklarni bo'libmi bak bizningki sog'lomligimizga belgilik salbiy ta'sir yetkazadigan yoki ziyon yetkazadigan e, karbon suv birikmasi tarkibi mo'l yemekliklarni birinchi qatorga qo'yib tanishtirmoqchi. Ularninki birinchisi mushu tatlı ichimliklar, soda va meva sharbati, meva suvi. Bularning tarkibida ko'p miqdorda tabiiy va qo'shilgan shakar moddasi bo'lib, normalda eng sog'lom bo'lmagan shakar manbasi yoki yemekliklar hisoblanadi. Ikkinchisi pishiqlab ishlangan yemekliklar. Ya'ni kampir, pechene deganlar. Bular bu nihoyatda sog'lom bo'lmagan yemekliklar hisoblanadigan bo'lib, ular biz ularni iste'mol qilgan vaqtida balkim badanimizni ko'plagan shakar bilan ta'minlashi mumkin, ammo shuning bilan bir vaqtda nurg'un yomon oqibatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bular biz normalda iste'mol qilish ga muvofiq bo'lmagan yoki imkon bor kontrol qiladigan shakar manbasi hisoblanadi. Uchinchisi donliq ziroatlar, ya'ni oq non va boshqa un tomoqlari. Buning miqdorini biz nisbatan kontrol qilishimiz zarur bo'lgan shakar manbasi. To'rtinchisi kraxmal ko'ktatlari, ya'ni baranga, tatliq baranga. Bularning tarkibidami yuqori miqdorda shakar va yoki karbon suv birikmasi bor. Beshinchisi meva, banan, har xil meva, masalan banan, üzüm degandagidek bularning tarkibidami ko'p miqdorda shakar yoki karbon suv birikmasi bor bo'lib, bu nisbatan sog'lom shakar manbasi hisoblanadi. Uningdan boshqa yana nurg'un yemekliklarning hammasida tarkibida shakar yoki karbon suv birikmasi bor. Shunglashqa biz yemeklik tanlagan vaqtida qaysi yemekliklar tarkibida sog'lom bo'lmagan shakar yoki karbon suv birikmasi bor, qaysining tarkibida nisbatan sog'lom bo'lgan shakar yoki karbon suv birikmasi bor. Buni bilganimizda biz yemeklik tanlashdimi o'zimizning sog'lomligini chiqish qilib muvofiq yemekliklarni tanlashimizga yordam bo'lishi mumkin. Shunglashqa buni men bu yerda alohida tilga ilib o'tdim. Shakar yoki karbon suv birikmasi men yuqorida deb o'tgandagidek bizningki sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim bo'lib, agar biz uni muvofiq iste'mol qilgan vaqtimizda bizning sog'lomligimizga kafolat qilg'ili bo'ladi. Agar muvofiq iste'mol qilmagan vaqtida u badanimizda nurg'un yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda shakar yoki karbon suv birikmasini ko'p iste'mol qilgan vaqtida qanday oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida birinchisi badan ig'irligi oshib ketish va semizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi qondagi shakar miqdori yuqorilab ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi badanda insulinga qarshi kuch paydo qilishi, natijada insulinning unumi to'lab ketishi mumkin. To'rtinchisi diabet kasaliga giribdor bo'lish xavfini oshirishi mumkin. Beshinchisi yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirishi mumkin. Oltinchisi metabolizm universal kasalligiga giribdor bo'lish xavfini oshirib o'tishi mumkin. Ya'ni biz shakar yoki karbon suv birikmasini badanning ehtiyojidan ko'p iste'mol qilganimizda yuqoridek yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqorida men mushu shakar yoki karbon suv birikmasini badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan vaqtida
nima oqibatlar kelib chiqadiganligi to'g'risida qisqacha to'xtaldim. Endi biz shakar yoki karbon suv birikmasini iste'mol qilmagan vaqtida yoki badanda shakar kam bo'lgan vaqtida qandoq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtimizda biz tomoq yegan vaqtida badan yemekliklar tarkibidagi karbon suv birikmasi ya'ni shakarni parchalab bedenning asosliq energiya manbasi bo'lgan glukozaga aylantirdi. Ondan u glukozlar oshqozon osti bezida ishlab chiqargan hormon insulinning yordami bilan hujayralarga kirdi va u yerda energiya ishlab chiqardi yoki energiyaga aylandi. Bedenning har xil faoliyatlarini energiya bilan ta'minlaydi. Ehtiyojdan ortiq glukoza jigar va muskullarda glukogen shaklda saqlanadi. Ya'ni glukoza glukogen degan moddaga aylanib, shu shaklda jigar va muskullarda saqlanadi. Bir necha soat tomoq yemagandan keyin qondagi shakar, ya'ni glukoza miqdori tuvallaydi. Natijada insulin ishlab chiqarish to'xtaydi. Oshqozon osti bezi ishlab chiqargan glukagon deb atalgan yana bir hormon jigarda saqlangan glukogenni parchalab glukozaga aylantirib, biz yana bir qitim tomoq yegicha qondagi glukoza miqdorini normal doirada saqlaydi. Agar biz vaqtida tomoq yemasak yoki uzun muddat och qolsak, badanda saqlangan maylar parchalanib glukozaga aylanadi va qondagi glukozaning normal doirada saqlanishiga kafolat qiladi. Ya'ni normalda badanda osonlikcha shakar yoki glukoza kam bo'lmaydi. Faqat diabet kasalligiga giribtor bo'lganda bemor kasal davolash uchun qo'llangan dori yoki insulin miqdori yuqori bo'lgan vaqtida qondagi shakar, glukoza ushtumtut tövallab, tövandagidek alomatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni qondagi glukoza yoki shakar tuvan bo'lgan vaqtida tuvandagidek alomatlar kelib chiqadi. Ko'z to'rlashish, bosh qiyish, titrak besish, sovuq ter besish, bosh og'rish, ko'ngli aynish, yurak qalaymaqon yoki tiz so'qish, horg'inlik his qilish, ruhiy kayfiyatida o'zgarish bo'lish, ya'ni ochiqlanish yoki tashvishlanish, zehnini markazlashtirish qiyin bo'lish degandek alomatlar kelib chiqadigan bo'lib, qondagi shakar yoki glukoza texmi ig'ir darajada tuvallab ketgan vaqtida qalaymaqon so'zlash, hushidan ketish kelib chiqadi. Agar bemor yoki bu kishi uxlayotgan bo'lsa, qabatlik tush ko'rish, qarivesish, jo'yilish kelib chiqishi mumkin. Agar bu xil ahvol, ya'ni qondagi shakar yoki glukozaning tuvan bo'lishi darhol bir taraf qilinmagan vaqtida tutqoqlik kasal qo'zg'alishi, koma, ya'ni hushidan ketishi va oxirida o'lib ketishi mumkin. Bular shu qondagi shakar yoki karbon suv birikmasi miqdori tuvan bo'lib ketgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Men yuqorida deb o'tgandagidek, bu xil ahvol normalda kelib chiqish ehtimolligi uncha yuqori emas. Ya'ni faqat diabet kasali bo'lgan kasalliklarda insulinni to'g'ri ishlatmaslik yoki diabet kasalini davolaydigan dorini to'g'ri ishlatmaslik miqdori badan ehtiyojini yuqori bo'lib ketganda kelib chiqadi. Uningdan boshqa ba'zi kasalliklarda kelib chiqishi, anandan keyin uzun muddat oziqlik yetishmagan, ya'ni ochlik e'lon qilgan odamlardami kelib chiqishi mumkin. Ya'ni ba'zi oz uchraydigan kasalliklardami bu xil ahvollar bo'lishi mumkin. Ammo normalda ko'pincha kishilarda osonlikcha shakar yetishmaydigan ahvollar yuz bermaydi. Ya'ni yuz bergan vaqtidami u qisqa vaqt davomlashib, uningdan keyin
badanningki shu shakarni tanlashash iqtidori orqali maylarni parchalab, badan qondagi glyukoz miqdorini normal doirada saqlashga tirishadi. Undaqda bu şekerning sog'lomlikqa ilib keladigan ziynidan saqlanish uchun biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi eng muhimi, ya'ni kundalik umumiy shakar yoki karbon suv birikmasi miqdorini muvofiq kontrol qilish. Ya'ni ziyoda ko'p shakar yoki karbon suv birikmasi bor yemekliklarni iste'mol qilmaslik yoki uning miqdorini muvofiq kontrol qilish. Bu nihoyatda muhim. Yani semizlik, beden ağırlığının işip getishi, diabet degandagidek nurg'un kasalliklarni kelib chiqishida shu kundalik umumiy shakar yoki karbon suv birikmasining miqdori nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Ikkinchisi oziqliq tangpungligiga alohida ahamiyat berish. Ya'ni bizniki badanimiz ehtiyojli bo'lgan uch cho'ng oziqliq badanni energiya bilan ta'minlaydigan bo'lib, ularning birisi shu bugun so'zlayotgan shakar bo'lsa, ikkinchisi may, uchinchisi oqsil. Ya'ni badanning kundalik bu energiya ehtiyojini shu uch xil oziqlikdan qabul qilish va boshqa energiya bilan ta'minlamaydigan oziqlik tangpunlig'iga alohida ahamiyat berish bu shakarning badanda paydo qiladigan ziyonlardan saqlanishda nihoyatda muhim. Uchinchisi yalimish, ko'ktat qatorliq tabiiy oziqliqlarni iste'mol qilish. Ya'ni badanning shakarga bo'lgan ehtiyojini amal bor shu sog'lom bo'lgan yemekliklardan qabul qilish, sun'iy shakar yoki yemeklik qitilgan shakar bor yemekliklarni iste'mol qilishdan amal bor saqlanish. To'rtinchisi shakar qo'shilgan yemeklik, ichmakliklardan iste'mol qilishdan amal bor saqlanish. Ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek shu har xil shakar qo'shilgan tatliqlashtirilgan ichimliklar, kok degandagidek, meva suyi degandagidek shu yemak ichmakliklarni, pechene degandagidek yemak ichmakliklarni iste'mol qilishdan saqlanish yoki uningki kundalik iste'mol miqdorini amal bor kontrol qilish. Beshinchisi yetarlik suv ichish va badanning suvsizlanib ketishidan saqlanish. Oltinchisi badan chiniqtirishga ahamiyat berish, yetarlik harakat qilish. Biz bular orqali biz birinchidan shu badan ig'irligining oshib ketishini kontrol qila olishimiz, semizlikning oldini ola olishimiz va shakar yoki karbon suv birikmasiniki badanda keltirib chiqargan boshqa har xil ziyonlardan saqlana olishimiz mumkin. Bugungi bu shakar va sog'lomlik degan qisqalik sanmishadi og'irlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Sog'lomlik hammamiz uchun bakla muhim. O'zimizningki sog'lom bo'lishi uchun biz har xil sog'lomlikqa munosabatlik savodlarga ehtiyojli. Shunga men vaqtimning yetishicha ko'pchilik qiziqish ehtimoli bo'lgan har xil temalarda savodlarni so'zlab keldim. Agar ko'pchilik ya'ni qiziqadigan yoki men burun so'zlab boqmagan temalar bo'lsa, menga ayrim uchur yo'llasanglar, men buningdan keyingi leksiyalarimda shu jihatda so'zlab o'tishga tirishaman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.